Nimadir sasiyaptimi? Sizni og'zingiz sasyapti o'sin. Madaniyatni bo'lang, Sizni nafasingizda sal noxushlik bor deyiladi. Sizni nafasingiz zumno pastangizni sog'inib qopti desamchi. Bu zo'r variant. Voy beparasat. Voy o'sin, sal semirganman-a. Cho'chqa deyman deng. Tavba qildim, salmish. Yamonim ichiz qora, Undan ko'ra maslahat bering, yuguraymi? Maslahatmi? Maslahatni zo'ri bor menda. Xullas, men yaqinda Instagramda Genavi o'z profilini ko'rdim. O'sha yerdan Genavi X50 yugurish yo'lagini onam uchun buyurtma qilib, onamga xarid qilib berdim. Uy sharoitida foydalanishga juda qulay ekan. Maksimal 110 kilo odamni ham ko'tarar ekan. 235 ot kuchiga ega bo'lib, 14 km/soatgacha tezlashadi o'zinjon. Ana shu model rosa siz uchun a'lo darajali yechim bo'ladi. Bu vazn tashishga, sog'ligingizni va jismoniy holatingizni yaxshi ushlab turishga rosa qulay narsa. Yana 1 yilgacha rasmiy kafolatga ega bo'lib, bemalol Toshkent, Samarqand, xullas O'zbekiston bo'ylab zakaz bersa bo'ladi. Sotib olish uncha qiyin emas. Shundoqqina saytda arzda qoldirish kifoya. Bu Germaniya sifati bo'lib, Genavi 50 mingdan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatgan. Mahsulotni Genavi, Uzum, Alif, Yandex marketlar orqali sotib olsangiz bo'ladi. Har bir mahsulot uchun bo'lib to'lash va kredit imkoniyati bor. Xullas bahona qilmasangiz har qanday budjet uchun yugurish yo'laklari bor. Arzonidan tortib premiumgacha. Bo'l ekan-ku. Quloqlik o'sin. Bo'l hozir. Voy. Nima qildingiz? Olsin, madaniyatli bo'ling, madaniyatli. Voy esimdan chiqibdi o'rgilay. Sizning o'tmishingizda ichingizda bir it o'lib qolgan emish, Mavlona. Itdan nima aloqasi bor, tavba. Hayat şaşırtır zaten. Ben gittim